Şinjan Xalq Radio Stansiyasi. Hozir Şinjan San'at İnstituti Muzika İnstitutining naqshi o'qituvchisi Ayşegül Muhammed o'tkazgan yolg'iz kishilik naqshi kechiligining amaliy ahvolining qisqartirilmasini anlatamiz. Ayşegül Muhammed Shixon oyisida tug'ilgan. O 1996 yili Şinjan San'at İnstituti Muzika fakultetining to'liq kursini a'lo natija bilan bitkazgandan keyin Şinjan San'at İnstitutida qilib o'qituvchi bo'lgan. Ayşegül Muhammed 2000 yildan 2002 yilgacha O'zbekiston Davlatlik Muzika Institutining Sharq Muzika fakultetida aspirantlikda o'qib, millicha naqshi etish uslubi bo'yicha magistrlik unvoniga erishgan. Ayşegül Muhammed aspirantlikda o'qiyotgan mezgilda, ya'ni 2001 yili 23 yanvar va 2002 yili 14 iyun ayrim holda O'zbekiston Davlatlik Muzika Institutining muzika zalida 2 qatim naqsh kechiligi o'tkazib, kasbiy ustozlar va mutaxassislarning yaxshi bahosiga erishgan. 2002 yili 3-oyda Fransiya va Germaniyada o'tkazilgan xalqaro millatlar an'anaviy muzika festivaliga qatnashib, sharaf guvohnomasiga erishgan. Hamda Fransiya Parij madaniyat plastinka şirkati Ayşegül Muhammed o'rinlagan Uyg'ur xalq naqshlarining plastinkasini nashr qilgan. Ayşegül Muhammed o'qish bitirib qaytib kelgandan keyin 2002 yili 30 dekabr kuni Şinjan San'at İnstituti Muzika institutining o'qitish zalida o'zining chatga chiqib o'qib qaytib kelgandan keyingi doklad o'yinini qo'ygan. 2005 yili 1-oyda Şinjan San'at İnstitutining Muzika instituti nashridan chiqargan Uyg'ur xalq naqshlari to'plamining lentiga edish xizmatiga qatnashib, xalq naqshlaridan 17 ni o'rinlagan. Hamda 2005 yili 2-oyda Beijing Millatlar nashriyotida Bedarding nomli plastinkasini nashr qildirgan. 2005 yili 11-oyda Şinjan San'at İnstituti tashkillagan Yaponiyaga berib ziyorat o'yini qo'yish o'mmigiga qatnashib, san'atkorlarning olqishiga muyassar bo'lgan. Ayşegül Muhammed hozir Şinjan San'at İnstituti Muzika institutining an'anaviy naqsh etish kasbining o'qituvchisi. Tövende diqqatinglar Ayşegül Muhammedning naqsh kechiligida bo'lsin. Ozarbayjon xalq naqshisi Ey qiz. Pianinoda tankash qilguvchi Svetlana Abduqodirova. San'at yetakchisi Abduxalil Abduqodirov. Sayyara Abbas. Ay
Әмді Ayşegül Muhammed bu keçilikte орынлыған naqshlardan seğinip keldim muşavirek muqamidin paça, güzel turpan qatarlıq naqshlardan bəhra qaysılar.
Аңлаватқаныңlar Ayşegül Muhammadning naqshi kechiligining amaliy ahvoli. Tövəndə anlaydıqınızlar Özbekçe naqşa əyligeç. Uyg'urcha naqshlardan axloq odam zinnati, zəpmi chiroyli keldi bahor, Leyligül, Yaru qatorliq naqshlar.